Ko'ramiz endi. Balga bora olarmikinsan? Biz bilan yuring. Biz sizni tekshirishimiz kerak. Nima uchun tekshirishingiz kerak bilsam bo'ladimi? Nima uchun signalizatsiya ishlab ketganini tekshirishimiz kerak? To'g'ri tushuning. Biz sumkangizni tekshirishimiz kerak. Signalizatsiya ham bekordan bekorga ishlab ketmaydi-ku. Mana-ku. Sen hali bizni aldamoqchi bo'ldingmi, yaramas o'g'ri? Senga qonuniy jazo ko'ramiz. Yo'q, men o'g'ri emasman. Sumkamga qayerdan tushib qoldi, hayronman. Uyat! Sendek qizga seni hammani oldida sharmanda qilib jazolash kerak. Ishoning, umrimda hali birovning haqqiga tekkan qiz emasman. Sandaqalarni ko'pini ko'rganmiz, hoziroq militsiya chaqiraman, bir adamingni ye. Men Marko Beritonning qiziman. Menga sizni bunaqa taqinchoqlaringiz yoki soatlaringiz kerak emas. Nega tushunmaysiz? Alo, bu militsiyami? Do'konimizda o'g'ri qo'lga tushdi, tezroq yetib keling. Alo, dadajon, men bilan muammo yuzaga keldi. Bu haqiqiy Marko Beritonning o'zi-ku. Qizaloq to'g'ri aytgan ekan. Sen hali meni qizimni hech qanday dalillarsiz aybladingmi? Ishdan bo'shadim deb hisobla. Bu do'kon James Jack do'stimniki. Xush kelibsan do'stim. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Xo'jayin, meni kechiring. Men birinchi kamerani tekshirishim kerak edi. E'tiborsizlik qildim, meni kechiring. Sen bunday e'tiborsizlik qilaversang, har bir mijoz oldida biz hurmatimizni yo'qotamiz. Sen ishdan bo'shading. Balga borishga sherik topdingmi? Meni bitta yuqori kursdagi Adrian taklif qildi. Men Kayl bilan bormoqchiman. Bugunoq ochiqchasiga gaplashib olishim kerak. Elira, sizni balga taklif qilmoqchiman. Kayl, sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Men ham shu masalada gaplashmoqchi edim. Siz balga Valeriya bilan borishingiz kerak. Nima ham derdim, yordamim tegsa xursand bo'laman. Lekin keyingi safar taklifimni qaytarmaysiz. Yaxshi. Men o'z maqsadimga erishgunimcha unga yaxshi ko'rinib turishim kerak. Men balga juda ham chiroyli bo'lib borishim kerak. Sirni oshkor qilish vaqti keldi. Ortiq o'yinlaringga o'ynamayman. Salom, men sizni qabulingizga yozilmoqchi edim. Balga o'zgacha bo'lib borishim kerak. Kelishdik. Valeriya, men bilan balga borishni xohlaysizmi? Ha, albatta.